Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Allohga hamdulillah bo'lsinki bizga bu fursatni nasib qildi. Bugun aslida axloqning yoki milliy axloq desak bo'ldi. Milliy kulturning, milliy axloqning insonning ma'naviy quvvatidagi yoki milliy kuchdagi ahamiyati haqida so'zlamoqchi edik. Chunki milliy mavjudligimizni saqlab qolish uchun nimalarga diqqat qilish kerakligini barg'ansiri konkretlashtirishimizga to'g'ri keladi. O umumlashtirilgan abstrakt so'zni hamma odam qila oladi. Unda formulani chiqarish oson. Konkret nima ishlarni qilish kerakligini barg'ansiri ochiqlashga tirishimiz. Ammo bu mening qo'limdan kelishi notayin. Chunki bu bek cho'ng tema. Ening ustiga biz buni degandek qilamdik, qilmamdik. Chunki biz hech qachon milliy qismatimizga haqiqiy ko'ngil bo'lmadik. Bizda bir xil beg'amlik, g'ururlik, beparvolik ig'ir bu sababdan. Shunlashqa konkret qiladigan ishlar haqida so'zlashimiz kerak edi. Biroq bugun yana oraga boshqa bir tema kirib qoldi. Buning sababi uzoqdan beri mening kutayotganim, ammo bo'lmayotgan bir ish. Mavzuga aloqador inkas, savol, talab. Bo'lmayotgan bir ish edi. Bu tunji qatim bir qarindoshimiz mening talablarimga uyg'un keladigan bir inkasda bo'libdi. Onunga javob berish bahonasi bilan bugun talablarim, umidlarim va bir inkasga javob mavzusida so'zlashni to'g'ri topdim. Men qarindoshlarimdan nimani kutyapman? Sizlar qanday inkaslarda bo'lyapsizlar? Bu haqda biroz to'xtalib so'zlash va anglashlarımızga. Bana nisbeten so'zlash, sizlarga nisbeten anglashga kichikkina olsun bir yöneliş ko'rsatishni, xira olsun bir chiroq yoqishni zarur deb hisobladim va buni boshqa yosh do'stlarimga tavsiya qildi. O'shunday bir deb qo'ymasak yana bo'lmaydi deganning foydasi bor. To'g'ri, ba'zilaringlarning yaxshi ko'ngliga rahmat. Bir odamning qilayotgan bir ishini qo'llash ovozi, tasdiqlash ovozi, muayyanlashtirish ovozimi bek cho'ng ish. Yani yordam, madad, ilhom. Ammo mening kutayotganim boshqa qarindoshlar. Ba'zilaringlar mening bilimlik ekanligimga qoyillik ifodalayapsizlar. Ammo bu tushunchanglarda eng az bir xatolik bor. Bilimning nimaligi haqida tushunishinglar xato. Buningda shuni bilib oldimki, Uyg'urlar nemishqa asallam bilimdan bo'lib ketadigandu deb o'ylaydim. Bu baholaringlardan buni bilib oldim. Aslida mana shunda haq anglab bakmagan gaplardan ancha-muncha anglayapsizlar. Shuni bilim deb
biladigan bir adet var ekan Uyg'urlarda. Uning uchun bizda bilarmanlar ko'p bo'ladi ekan. Endi bir inson, endi bilim degan zoti qanday bo'ladi? Bir inson faqat ma'lum bir ilm sohasida bilimli bo'la olishi mumkin. Bir sohada. Lekin mening sizlarga sunayotgan uchurlarim birli sohaga tava emas, birli fanga tava emas, birli ilm turiga tava emas. Bunun içinde siyaset var, stratejiya var, istihbarat var, psixologiya var, cemiyetşünaslık var. Nurgun sahani öz içine aladı bular. Şundaqla şunu, şu mening deganlarimni öğrenip alsanızlar kifoya qiladigan bilimmi emas bu men deyotgan gaplar. Bularni bilim deb qarasangiz xato qilgan bo'lasiz. Bularning hammasi uchur. İzlengüçiler için bir jipuchi xalas. Eğer sizde izdeniş ro'yi bo'lsa, bu men sanab o'tgan bu sohalardan birisiga bekrek qiziqqan bo'lsangiz, bu bir jipuchi siz uchun. Ve bunu tatalab bağan sırı işgirlep geçseniz bo'ladigan. Eğer ma'lum sohaga tabi kitobdan birini o'qisangiz, bu soha haqida uchurg'iga bo'la olasiz. Yani umumlaştırılgan bir uçur. Ama bu sahanın bilimliki bulanmaysiz. Bir sahada bilimlik oluş için ömür boyu o'qishdan to'xtamaslik to'g'ri keladi. Ömür boyu. Çünkü dünya, kişilik cemiyeti aman harekette. İlgirlash hareketi bu. Yani joyida turib olib qiladigan harakat emas. Allah'ın bu dünyani yaratıştaki hikmetimi o. Bütün alem harekette. Bütün alem. Bu alem özü cheksizken davamlıq turda kengəyməkdə deb qaralır. Kosmologiya alimlərinin deyişçə bu alem davamlıq sekunddagi qancha yoruqluq yılı sürat bilan kengəyməkdə. Bütün alem harekette. Bu noktada ne etkandı? Mening sizlar bilan o'rtoqlashyotganlarim faqat uchur hisoblanadi. Men o'qishni bek yaxshi ko'raman. Bekorli bo'lsam to'xtamay o'qiyman. Ba'zilar degandek men ustoz emas, o'quvchiman. Doim o'qiydigan bir o'quvchi. Nima uchrasa o'qiyman. Hamma narsaga qiziqaman. Şuna köp narsalardan uchurdarman, ama köp sohaning bilimdoni emas. Mening mutaxassislik soham adabiyot va buningga zich aloqador bo'lganligi uchun Uyg'ur tili. Adabiyot o'qigandimi asosan proza, nasriy asarlar turi. She'r to'g'risidami men o'zimni so'z sahibi hisoblayolmayman. Belki bu başkalarının varsan durar bana emas. Bu sahada yani edebiyat sahasida söz sahibi oluşum mümkün. Bu mutlaka şu Uygurlar cemiyeti miqyasıdan qaragan vaqti şunda. Şunu ise hani yana bir kızıklı bunu kıstırıp koyay. Ben uçurvergen elik sahalarda, ben üzemmi o kadar bilmeydiğim bir sahalardaki uçurlarımı qarab, bilimlik adam iken bu deb qayil oldunlar, qarindoshlar. Ama bu mening o'zimning mutaxassislik soham bo'lgan adabiyot haqida. Agar biror qarash e'lon qilsam, deylikki Uyg'ur romanchilik to'g'risida bir qarash e'lon qilsam, İşenemenki köpçülük bunun nupuzluk qarash ekanligiga hergiz ishonmay qolmay, darhol qarshi chiqadi. Hammani qarshi chiqasizlar. Bu gap shu yerda qolsin. Mavzudan bek jiroqlab ketmaydi.
Nima uchun mening mutaxassislik soham adabiyot ekan, hamma narsani o'qiyveraman. Birinchidan, bu bir yozuvchining bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatlardan biri. Qancha ko'p soha haqida uchur sohibi bo'lsangiz, yoziqchilikda qalamga oladigan sohangiz shuncha kam bo'ladi. Bilmasdan bir sohaga kirib qolib, deylik doktorlik haqida yozasiz. Bir doktorning hayotini yozasiz, deylik. Ve bu münasebet bilen tibabetka ait bazı tafsilotlarni yozishga to'g'ri kelib qoladi. Ajinda kirib qolib, andin u yerda uni sohani hech bilmaydigan bo'lganligingiz uchun kallapay gaplarni qilib, kulki bo'ladigan ahvollarga oz uchraysiz. Ko'p sohadan xabardor bo'lgan vaqtingizda har qanday soha haqida yoza olasiz. Ancha-muncha bir narsalar. Qısqası ufqingiz kengaydi. İkincisi, bugungi milliy taqdirimiz tarafidan tug'ilgan nurg'un ehtiyojlar bor. Ko'ryapsizlar, bugungacha bunda savat xarakterli siyosiy mulohazalarni, dunyoning ketib berishini va insonlarning qayta shakllantirish orqali mashinalashtirilishini aqlliq mashinalarga qulga aylantirishlarini degan Uyg'ur chiqmadi bugungacha. Bu ehtiyojlar, bu kamtiklar meni har narsani o'qishga qistadi. Onun uchun texmi ko'p narsa o'qiydigan bo'ldi. Anlıqçılarga, ixlasmanlarimga tavsiyam shuki, bu jip ushlardan qaysiga bekroq qiziqsangiz, qaysiga bekroq qiziqishingiz uyg'ongan bo'lsa, deyli, shuni asos qilib o'qing. Mushunchalik anglab olishni bilim deb hisoblab qilishdan hazar qiling. Nima o'qisangiz o'qing, bir nima o'qing. Odamlik sifatlaringizning takomilligi uchun o'qing. Mo'minlik sifatingizning kamolati uchun o'qing. Uyg'urlik burchingizni ado qilish uchun o'qing. Sharq Turkistonlik qarzingizni to'lash uchun o'qing. İslamda gunoh sanalmaydigan bir qanoatsizlik var. U qanday qanoatsizlik? İslam qanoat kun deydi. Hamma ishda qanoat kun deydi. Ama bir qanoatsizlik var, gunoh hisoblanmaydi. Bu ilmlik qanoatsizlik. Bunu unutmang. Dal aksicha. Yani dal aksi nima? Qanoatlanib qolsangiz, o'zingizni bilimlik chaqlagan bo'lasizda, bunisi kibr hisoblanadi. Gunohga kirsiz. Anlagan bo'lishinglar mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tunugini bilan buguni o'xshab qolganlar bizdan emas. Cho'nqurroq izlanib bakmaylar, islomni qaloqlikning, xurafatning uçqi hesaplaydigan chala bilimdan ziyolilarimiz anlab qo'ysin. Bu din nimaga tavsiya qiladi ekan anlab qo'ysin. Tunugini bilan buguni o'xshab qolganlar bizdan emas deydigan darajada insonlarni alga tashabbus qiladigan bir din bu. Bu hadisdeki bu söz nima deganlik bo'ladi bu? Agar bugun bir qadam alg'a basmay, birer yeni ish qilmay, yeni narsa o'rganmay, yeni palla, yeni saviyaga atlamay, tunuganki izingizda turib qolsangiz, komil mo'min hisoblanmaysiz. Şunu mening bugungi asosiy mavzuni boshlashdan burun qarindoshlarga tavsiyam, talabim, tilakim, umidim shuki, meni rahmatlarga ko'nayotgandan ko'ra birer aloqador savol qo'ysanglar. Men so'zlagan mavzuga aloqador bo'lsin bo'ladi. Uningga aloqador bo'lmay, umuman Uyg'urlarga, Sharq Turkistonga, Xitoyga
alakadar olsun buludu. Bunun çeklimisi yok. Bunun sebebi eğer sualınla nait kuşluk şu andaki menin tayyorliklarim bilen cevap bergini bolmaydigan sual çıkıp kalsa bunun iki paydası var. Başkalarının bir paydası olgan bilen bunun iki paydası var. Aldı bilen mana paydası var. Menin izlenişimge türtki boludu. Sizlerge cevap beriş mecburiyeti bilen izlenişke mecbur oldum. Ve bunu bilip alaman bir narsalarni. İkinci paydası endi men sizlarga cevap beraman. Sizlar haberdar bolasizlar. Şunun üçün sorusaňlar, düşenmegen mazmunlar barmy meselem? Ýa-ki sizler bekrek kyzykydygan, burunlarda biraz anlap gelyp ança-munça ýüpüçüni we keyin bu wagtda tekrar keňirrak bilmekçi bolgan wagtyňyzda bir menbä tapanmay kalgan bäzi ahwallar bolsa, bu wagtda sorsaňlarmy bolady. Ýani izlenigüçi ýaşlar nimege kyzykawatgan bolsa, şu sahäge alakadar kandak kitaplarını okuşny sorsa, ýa-ki meniň bir okuşyk tegişlik kitaplarının tizimlikini evätişimni sorsa bolady. Endi bunu falany muşunumy sorap jüripdi dep galat dep tatynydygan iş bolsa, eň ýaxşysy Messengerden şahsy uçur kılınlamaňa. O inkas sahifasida hamma adam kördügan ýerge ýazmaý. Şahsy uçur kılınlar. Normalda o hamma adam kördügan ýerdeki inkaslyga men garamayman togrusyny desem. Onuňa garaýdygan awal ýok. Kitaplarni okugandan keyin, meselem men tavsiye kıldım bu kitapni okuň dep. Kitaplarni okugandan keyin ufukyňyz ma'lum derejede keňeýdi, soraýdygan suwallaryňyz köpeýdi. Kandak düşengenlikiňiz hakynda pikir almaşdyrsak bolady. Togry düşendiňizmi, çala düşendiňizmi, täsiratlaryňyzy ortaklaşsak bolady. Mana şunday kılıp bir guruh ýaşlaryň ýetişip çykyşyny ümit kılaman. Çünki bu halkyrada elip berildigan bu herketke adam ýok. Badek görüngenler hakatly at. Umaç olmak lazım biraz mada. Meniň aşy sözläp atganlarym bilen ziýaly bolgan bolsa, o bek asan bolupdy. Bir saha boýunça yüzlerce kitap okumay turup, o sahada söz sahibi bolanmaýsyz. Şuna qarindaşlar, suallaryňlarny kütümen, tavsiyelerini kütümen, tüzütüşlerini kütümen hatalarım bolsa, ýa-ki okşamagan karaşlaryňlar bolsa, onu oturup goýuşlaryny kütümen. Tatynyp gitmeňler. Şahsy uçurdan ýazsaňlar, uňaýsyzlyk bolmaýdy. Sizligim bolmaňam. Emdi tamalarymga ýaraşa tunji gatym soralgan alakadar bir inkasga jogap berey. Bir qarindaşymyz Türkiýe, Uýgur gaçaklar we şununga aýyt mazmunlar hakynda eňiklimi talap kıpdy. Allah razı bolsun. Bundak eňiklim talap kılış, sual soraş, okşamagan garaşlary oturup goýuşlar men kütüp atgan işlardan bolgaçka bek hoş oldum. Fakat onundaki maňa keýdirilgen süpetden hijil bolganym nesap kalmaganda. Bu meniň ümit kıyganym edi. Şunumy dewletli kutulay, anda resmi gep kileýle, maňa süpetlerini koşuşdan burun
Eynek Munbir'de bir makalem var. Şunu bir okup etsenler. Ulug'luk krizisi mavzusudaki makale. Ulug'luk krizisi. Şu ulug'luk krizisi namlıq makalada mening aşındaq aşırımı süpetlerge qandaq reaksiyamның bağlıqı aniq aytılgan. Endi inkasqa keleyli. Rastın desem sözlerimde bunun cevabı hele aniq. Gerçi bazı yerlerde sual tariqası deyilgandek qismi bu aslida retorik suallar. Bunu tushunasizlar retorik savol deganni? Retorik savol javob talab qilmaydigan, o'zidan javob anglashilib turadigan savol degan gap. Retorik savol bo'lgani uchun o'zida javob bor. So'zlaganlarimda aniqlik qozonmagan mazmunlar bo'lsa, aynak munbirdagi munosabatli maqolalarda bu masala aniq. Hammasi deyilib bo'lgan. Şunda olsa bu yerde tekrarlaşım gerek olatıdı. Gerçi ben tekrarlayman o, yanıla ben yazgınımdek kılanmayman ma sözlügen vaxtıda. Yazgan vaxtıda tekimi retlik, tekimi sistemalık oludu bu. Onun için okunla, okuş tekimi yakşı. Aldı bilen Erdoğan'ın Türkiye Reis Cumhurı Erdoğan'ın 5. iyul katliamı hakkındaki sözü ve sözünün akısıda turduğanlığı. Fakat Xitayga berilgen signal bu. Xitayning küzünü qo'rqitish, sarosimiga tushirish, dekkidik qilish ve türlük qiyos xato gumonlarni tug'dirish. Öz ishini hal qilib olishga yaraydigan, bizga hech qanday foydasi bo'lmaydigan va bo'lmagan bir gapdan iborat. Ya'ni quruq gap. Endi bu quruq gap bo'lib qoldi-ku. Da'lamdoq. Suzanning aqsi turmoqchi bo'lgandan hech kim uni so'roqqa tortmagandan keyin, hisob so'rayolmagandan keyin u sözümden aqsi turaman deganim. Lap holida qilaverdi. Bular Xitoyning ko'zini qo'rqitib, bizcha bir gap bor-ku, zag'ir tilimizda. Ya'ni pesh qilib. Bir narsani pesh qilamizku, bolalarni qo'rqitish uchun, kichik bolalarni. Pesh qilib Xitoy bilan bo'layotgan hamkorliklarda ma'lum aktivlik qozonishga yaragan bo'lishi mumkin ashiki. U biz uchun bir narsaga yaragan bir gap emas u. Bizga bir foydasi bo'lganligini hech kim deb berolmaydi va foydasi bo'lmadi, ham bo'lmaydi. Bu gap ashuna bilan tugasin. Endi qochoqlar masalasiga kelsak, bu oldin ola kelishilgan va Turkiya o'ziga pichilgan rolni o'ynagan xolos. Bu qochoqlar masalasida. Ben bunu başka makalelerimde aniq yazgan, aynak munbirda mavjud. Yana tavsiyam o'qinglar. Biz bu meselesini tushunish uchun savol qo'yish metodi qo'llansak, mesele aniqlikka erishadi. Bu mesele emas. Her qanday bir mesele uchun bir pishqan millat her qanday masalaga duch kelsa, nima uchun degan savolni qo'ydi. Nima uchun degan savolni cho'rdigan holda javob topishga urinadi, ondan ko'p chaqlarda haqiqatga erishadi. Nima uchun degan savolni qo'ymayla ashin anlatilgan g'illa ishinib ketadigan ish Uyg'urlarda nayta ig'ir. Bizni fojialarga elib beryapti bu. Sharqi Janubiy Osiyo tarafdan qochgan qochoqlarning rastilla tashviqotlarda ko'ringanidek
Xitaylar kömey qilib qechib chiqqanligiga ishonamsiz? Bu bir savol. O'zingizdan so'rang va javob berishga tirishib boqing. Ishonsangiz, mahalladan mahallaga alohida sabab ko'rsatilgan tunishtirish bo'lmasa o'tkili bo'lmaydigan vaziyatda bular Yunnan Birma chegarasiga qandoq keladigan? Tayland va Malayziya Xitoy bilan chegaralanmaydi bevosita. Eng yaqin yo'l bo'lgan Tayland tarafdimi o'ttirda Birma degan bir davlat bor. Nima uchun ular Birmada bayqalmaydi? Uyg'urlardan ba'zilarining Taylandda terrorlik voqeasi tug'dirganligimi deyildi. Ular qochoq. O'zini bir yerga sig'dirishmi, tutilib qolmasdan kuni o'tkazishmi oson emas ular uchun. Til bilmaydi. Non tepishmi tez bo'layotgan vaziyatdagi bu Uyg'urlar bu yot yerlarda portlatishni qayerdan topdi? Bunga javob berishimiz lozim bo'ladi. Agar biz buning o'yin ekanligiga ishonmaydigan bo'lganda. Qistirma. Bir qistirma. Xitoylar tarafidan videomu taqiqlangan bu qechib chiqquchilar, tutilib qolg'uchilar, tarbiyalanib tekrar vatanga qaytmoqchi bo'lganlar va aloqador. Ko'rganlar bormi bu videoni cho'qim ko'rganlar az emas menimcha. Cho'qim bor. Xitoylar tarqatgan bir video. Bu markaziy televiziya stansiyasining kanallaridan tarqatildi bo'lgan. Şu videoda bir yosh yigit Xitoyning so'roqlariga, so'roq maydonida javob berayotgan bir video bu. Bu yani savol so'roq o'yini o'ynalgan desek bo'ldi. Yigit Suriyada ta'lim olgandan keyin qaytganligini va tutilib qolganligini deydi u videoda. Bu videoni ko'rgan har qanday qapoqvash odammi shuni jazm qila oladiki, bu bir o'yin. Chunki zolim Xitoyning qo'liga tushgan bu yigit xuddi maktabdagi dars topshiriqida berilgan inshoni o'qiyotgandek xotirjam. Salmoq. Qo'rqishmi yo'q. Titrab ketishmi yo'q. Rengi ro'yimi shunda normal. Besaramjonlik yo'q. Shundaqla rengi ro'yida, chiroyida hech qanday azob ifodasi yo'q. Ya'ni yasab chiqilgan sunniy mujohid. Demak, bu qochoqlar to'pida mana shuningdek bir muncha Xitoy istixboroti uchun ishlaydigan odamlar bor. Tizgin yanada Xitoyning qo'lida. Nerede bo'lsangizmi bu kontrollikdan chiqolmaysiz. Shuning uchun 10 mingdan ko'p odam ashunday xotirjamlikka tayinib chet elga yo'llangan. Shunda deb tushunmasangiz boshqa tushunish yo'q. Xo'sh. Endi qarish ko'z qarashga kelsak. Undaq emas. Ular normal bir qochib chiqish. Xitoy ko'may qolgan deydigan qarash bo'yicha tushunaylik buni. Agar bundaq bir qochib chiqishning normalligiga ishonmaydigan bo'lsangiz, u holda Xitoylarning cho'qim bir maqsadi borligiga ishonishga majbur bo'lasiz. Xitoylar puli yo'qlarga hatto pulni hal qilib bergan. Hal qilib boshqa yerdan hal qilmaydi, o'zlari ajratayotdi u pulni. Men beryapman, pulim yo'q ekan desa, chenib qolmaslik uchun do'stlarim pul yig'ib mendan sana evatdi deb beribdi ba'zilarga. Senindan umidi sen jihad maydoniga borganda ular uchun atab dushman qarshi o'q atsan. Shu umid uchun sana pul yig'ib evatdi. Aslida qochoq bo'lgan. Bularning ichida aslida qochoq bo'lgan
haqqida tutish buyrug'i bo'lgan, izdilayotgan odamlarningmi bu qochqinlar sifida bo'lishini, ularning sonsiz to'saqlarda hech kimlik tekshirilmasdan o'tganligini, hatto uchoq bilan borganligini chegirning bo'yiga. Nima deb tushunsak bo'ladi buni? Hamda Turkiyaning bu o'yinda o'ziga pichilgan rolni o'ynaganligini qanday hukm qila olamiz? Men buni degan vaqtimda ba'zi qarindoshlarim menga qarshi chiqqan. Aş maqolalar e'lon qilingan vaqtda. Turkiya undaq qilmaydi. Turkiya undaq qilmaydi. Chunki bizning xalqda Turkiyaga bo'lgan bir xil muhabbat bor. Qarg'ulachi bir xil yaqinchilik munosabati. Ammo bu faqat Türk xalqiga qaratib aytilgan bo'lsa, to'g'ri bu. Türk xalqi haqiqatan bizni yaxshi ko'radi, bizga amroq, bizga yesudashlik qiladi. Ammo xalq ishim qilolmaydi bizni u yerda. Ne yaxshilik qilib yer bitanmaydi. Ne Xitoyga tutib berolmaydi. Ularning faqat quruq yesudashligi bor, yaqinligi bor. Hukumat bu yerda Türkiye deganimizda Türkiye xalqini emas, Türkiye hukumatini nazarda tutyapmiz. O zamanda Türkiye hükümetini bu kadar aklışımız ve keyninden yanıp falançıkamını türmük zulap koyup da Türkiye'den xafa oluşumuz. Bunun hemmesi küçük olalık bu. Ne ağırınışımız doğru, ne onu aklap getişlerimiz doğru. Bunun doğru bir yeri yok. Türkiye onda kılmaydı. Nimiş kılmaydı o? O bir devlet o. O üzünün menfaatini birinci oran koydu o. Hissiyat emas. Biz köp qatim dedik, devlet degen menfaatning üstüge kurulgan boludu, hissiyatning emas. Bu qarindoshlik hissiyatınız qaladi, özünün devletinin istiqbalini o'ylaydigan gap. Deyilgini boyunca, teşviqatda deyilgini boyunca, Xitoyning da'vatgini boyunca, bu qachoqlar Xitoyning xabarisiz, chegaradan qanunsuz yo'llar bilan o'tib, vatanni tark etib qochganlardir. Başka demokratik devletlerde o'zining vatanini tark etib, boshqa bir davlatga ketib yashayman deb ketsa, bir gunohmi hisoblanmaydi, to'g'ri. Ba'zilar uni o'xshatib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo o'tmishni bilmayman, ammo kommunist Xitoyning birisida chet elga qochmoqchi bo'lganlar og'ir siyosiy jinoyat hisoblanadi. Jinoyatchi u. Vatanga osiylik qilgan jinoyat, vatan xoini jinoyat o'tkazgan bo'ladi. Bundaqni biz hayotimizda nihoyat ko'p ko'rdik. Chet elga qochmoqchi bo'lib, tutilib qolib, turmaga qamalgan nurg'un misollarni shaxsan men ko'rdim. Sizlar biladigan Sidiqoji Ro'zi bor. Sidiqoji Ro'zi turmada Xitoyga qarshi o'q etib yotmadi, chet elga qochmoq, Sovetga qochmoqchi bo'lib, tutilib qolib yotdi. Ya'ni chet elga qochish vatan xoinlik hisoblanadigan bir jinoyat kommunist Xitoyda. Bu sistemga bo'lgan norozilik hisoblanadi bu qochish. Ya'ni Xitoyning bu kommunist sistemini yoqtirmagan va uningga qarshi bo'lganlik uchun u yerda uning ostida yashashni xohlamagan hisoblanadi. Bunday bo'lgandan keyin vatan xoini hisoblanadi. Bir siyosiy jinoyat bu. Demek bu qachoqlar Xitoyga nisbatan aytganda dushman hisoblanadi. Ya'ni vatan xoini hisoblangan ekan dushman. Endi undaqda Xitoyning necha ming dushmanini 10 mingdan ortiq da'vatimiz var bu qachoqlarni. Yani 10 mingdan ortiq dushmanni qutqizib olgan, qo'yniga olgan bir davlat nima bo'ladi? Umma dushman bo'ladi.
u devlet bilen Xitayning münasebeti qanday bo'ladi endi? Çoxum münasebeti buzilishi, oshkora bayonotlar e'lon qilib norozilik bildirishi, diplomatik not topshirishi kerak bo'ladi. Barliq hamkorlik turlari to'xtash bilan qolmay, hatto bekor qilinishi kerak bo'ladi. Ammo Türkiye Xitay münasebeti buzulmayli qolmay, hatto tarixdagi har qanday vaqtdagidanmi bakrak yaqinlik hosil bo'ldi. Hamkorlik turlarimi tarixdagi eng yuqori seviyaga yetdi. Eng ko'p hamkorlik turi barliqqa keldi. Eng aqalli davlatlar münasebeti, diplomatiya münasebeti savodi bo'lgan birsimi deyalaydi bu o'yinning ichida Turkiya bor. Undan boshqa bu qatimqi Turkiya safarimda uqqanlarimni bu qarashni dalillaydi. Kelganlarni hukumat, ya'ni saqchilar, istixborot odamlari orqali o'rinlashtirganligi, binolarning yer osti qavatlarida ularning ayrim masjidlari bo'lganligi, bir kundan keyin ular nagido g'oyib bo'lib, o'rniga yangi odamlarning kelib turganligi, Xitoy istixborotining Turkiyadagi odamlari bilan Turkiya taraf o'rtaq o'rinlashtirib, Suriya safarigimi o'zlari yo'l boshlovchi bo'lib olib chiqarib qo'yganligi qatorliq hikoyalar. Turkiyadagi hamma odam biladigan hikoyalar. Agar kelganlarning Suriyaga chiqishini Turkiya xohlamagan ahvolda ular o'zlari qochib chiqib ketishgan desangiz, bu gapni har qancha qilib rostlanmaysiz. Yangi kelgan odamlar, til bilmaydigan odamlar, o'ylab boqing. Yo'l bilmagan, til bilmagan, yangi kelgan bir to'p. Qandaq maqsa, nadim maqsa Suriya chegarasiga borgan bo'ldi. Bularni bilamdi. Xitoylar plan qilgan son Suriyaga berib bo'lgandan keyinla to'ni yig'idi Xitoylar. Keyin kelganlarni Turkiyani o'rinlashtirmay o'z beshiga tashlab o'tdi. Shundaqla kelinmay qolganlarni davomli qutqizib olish bo'lmaydi. Shuning bilan Xitoy qutqizilmay qolib qolganlarni bir uchoq evatib elib ketadi. Bu shu ssenariyadagi bo'lishga tegishli bir mazmun. Mana o'xshash qarashdikilar va ya Xitoylar o'zlari g'arazlik chiqargan degandek. Bunday qarashlarning o'tirg'i chiqadiganligini oldin mo'ljallamak tez emas bir davlat uchun. Cho'qim bunday mulohazalar bo'ladi deb o'ylaydi. O'zi chiqarib, ya'ni o'zi elib ketamdi degan savolni tug'dirib, mulohazalarga shak tushirish uchun bir qism odamlarni elib ketishmi o'yanning zaruriyatlaridan birisi. Endi bu mavzuda yoki har qanday boshqa sabablarga ko'ra Turkiyadan norozi bo'lishlarga biroz haq maydonda gap qilib qo'yg'im kelyapti. Yuqorida deb o'tdim ya, bir zamonlarda Turkiya unday qilmaydi. Umuman Turkiyaning bizga ziyonli bir ishni qiladiganligiga Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarni ishondirmak xil tez. Turkiya unday qilmaydi deyishmi xato va Turkiya shunday qildi deb xapolab ketishimiz xato. Birmuncha qarindoshlarimizda g'alati bir odat bor. Bu tarixdan oldingi avlodlar, ajdodlarimizdan udum desak bo'ladi. Masalan, Sadiq Ajarozga o'xshash oldingi avlod inqilobchi yoki ziyolilardan bizga udum bo'lib qolgan bir odat desak bo'ldi buni. Doim boshqa bir davlatlardan tamodi bo'ladigan. Bu tama o'zimizga ishonmaslikdanmi yoki g'ururligimizdan boshqalar bizning ishimizni qilib qo'ysa ekan deb tama qilib, keyindan ha qilib qo'ydi deb o'zimiz Nasriddin afandim o'zining yolg'oniga o'zi ishonib ketgandek ishonib ketib deyotgan gapmi? Balkim har ikkisi bo'lishi mumkin.
Men buni ta 98-yil nashr qilingan Eynek nomli kitobimning birisida yozayotgan maqolaning hammasida gapga gap kelganda takrorlab turayotgan bir qarash bu. Bu tamala bu bizni falonchikam ozod qilib qo'ydi. Pukunchikam ozod qilib qo'ydi degan bunda tamala. Haqiqatan da bizni bek cho'ng xatolarga ilib boradi. Nimishqa bu xatoga ilib boradi? Biz bu tamada bo'lgan vaqtimizda bir ruhiy xotirjamlik erishib qolamizda o'zimizning ishimizni qo'limizga olmaymiz. Falonchikam ishni boshlaganda shuning aksidan ergishib maqsad bo'lmadi, man uxlab turib deydigandek bir ro'yali shakllanib qoladi. Uning uchun men deymanki, bizning oldi bilan o'zimizga ishonishimiz kerak. Oldi bilan o'zimiz qilamiz bu ishni. Agar biz bir yordam tegadi, bizga bir yordam keladi desak, oldi bilan Allohga e'tiqod qilaylik. Allah'dan yardım keladi, bizga yardım kelsin. Allah asan qilsin. Başka bir devletning yardım qilish ehtimoli yo'q bugun uchun. Kelgusida bo'lishi mumkin. Chunki kelgusida Xitoy ziddiyat qilib atgan vaqtida, ammo bugun yo'q. Bunda bir ahvolda bu tamani qilib, keyindan endi uningda renjib bunda kichik boladek bo'lmaydi. Bir devletni ozod qilib qo'yadigan vazifasi yo'q. Qazimi yo'q, majburiyatimi yo'q. Uyg'urlar uzun bir zaman Sovet ittifoqidan tomadi bo'ldi. Sidqajikam Ro'za Sovetga qachaman deb tutilib qolib turmayapti-ya. Keyin Turkiyadan tomadi bo'ldi. Turkiya ozod qilib qo'ydi. Keyindan Amerikadan tomadi bo'ldi. Bugungacha yana Amerikadan tomadi bo'layotganlar bor. Turkiyadan tomadi qilayotganlar bor. Keyindan bu Rasul mayqasiga xafa bo'lib tillayotganlar bor. Unda vazifasi yo'q degan qarashimga qarata hatto ba'zilar hech tortinmay, unda vazifasi bor. Amerikaning butun dunyoni o'zidek demokratik qildigan, ozod qildigan vazifasi bor. Chunki u degan erkinlikning homiysi deyishkicha berib yetdi. Erkinlik demokratiya yapırdı Amerika bağa yeriga. O'tir sharqni ko'ryapsizlar. Amerika bağan demokratiyani. Ba'zilar Turkiyadan umidsizlanib, xeli burunlar tamalardan voz kechib tashlab etdi. Uning o'rniga Amerikani qo'ydi. Yana ba'zilar bugungacha Turkiyadan tamada bo'lib kelyapti. Siyosat axloqning prinsipi emas u. Qarindoshlikni tanımaydı, manfaatni tanıydı. Devletmi manfaat üstüge qurulgan bir qurulmadan ibaret. Undaqken Türkiye'den agırınışımızdan hiç qandaq mantiqilik tarafı yo'q. Yani şunu men ta'kidlaymanki, Türkiye kerak deb bilsa, shu qutqizib olgan 10 mingdek odamni Xitoyga qaytirib bergan taqdirdami, uningdan ag'rinishimiz kichik bo'lliqdir. Tabii ki norozilik ifodalab faoliyat qilishga bo'ladi. Agar undaq qilsa, bu kishilik huquqlar degan mazmunda namoyish qilasiz. Ammo sen bu qarindishimiz turib bizni tutib berding degan mazmunda qilolmaysiz uni. Bu qarindosh bo'lib bizga qarzdor emas. O'zining manfaatini o'ylash kerak. Lekin rasmiy qarindishingizdan ag'ringan turda ag'rinsangiz sodliq bo'ladi. Chunki u bir davlat bo'lish sifatida eng avval o'z manfaatini o'ylash kerak va o'ylaydi. U holda davlat manfaati taqozo qilsa, birer 10 ming odam emas, birer million odamni poch pul hisobida xarjlab o'tishi tamamen mumkin va ma'qul bir ishdir. Siz bir urush vaziyatini tushuning. Davlatni qutqizib olish uchun millionlarcha inson qurbon bo'lamdi, bo'lmamdi? Qurbon bo'ladi.
Urushda bu ma'qul ekan, tinchlikda nima ishga ma'qul emas bu? Tinchlikdami tamamen mümkün. Devletning manfaati shunda bo'ladi. Intayin ustun bo'ladi u. Pach bo'ldi. 1 million odamning hayoti devletning oldida. Balkim ba'zilar islomiy qarindoshlik, ya'ni turkiy qarindoshlikdan boshqa islomiy qarindoshligimizmi bor tursa, bu islomga to'g'ri kelmaydi emasmi deyishi mumkin. Buningmi pati bor, aniq qarindoshlar. Ikki ziyondan birini tanlashga to'g'ri kelganda qanday qilamiz? İslamның prinsipi bo'yicha ziyni azroqi tanlanib, ziyni ko'proqi dafi qilinadi. U holda az bir qism musulmonlarni qurbonlik qilib, zo'r bir musulmon nufusning manfaatini qo'g'dab qilish tamoman joiz bo'ladi. Chunki qurbon bermoqchi manfaat qo'lga kelmaydigan bo'lsa, qurbon beriladi. Qarindoshlar. Bu devletler ara münasebetini küçük bolaning tarzida tushunmayli. Yana bir tarafdan Türkiye xalqi biz bilan qalbdosh. Buningda gumon yo'q. Dunyoning hech yeriga o'xshamaydigan bir illiqlik bor Turkiyada bizga nisbatan. Yeklash yo'q, cheklash yo'q. Hech qanday kimlik hujjatingiz yo'q, yashayverasiz. Anda bir yer. Bu nuqta nazar tutilsa dunyoning hamma yeridan Türkiye yanada eng jalbkor. Biz uchun eng yaxshi joy. O'zimizni yotis qilmaydigan, yeklanmaydigan, xuddi o'zimiznikidek xo'jayinlik ruh bilan yashay oladigan birdan-bir davlat. Ammo xalq bilan hukumatning harakat mantiqasi o'xshash olmaydi, qarindoshlar. Xalq hissiyotga ko'ra harakat qiladi. Ilq qarindoshlikni obdan deydi mana. Biz tamoq qilayotgan qarindoshlikni xalq qiladi. Davlat foyda ziyonga ko'ra harakat qiladi. Şuna buna to'g'ri tunishimiz kerak. Og'irnib ketishimizmi xato, tamada bo'lishimizmi xato. Yana biri vatandoshlik beryapti deb xo'shligimizdan yerilibmi ketmayli, umi bir davlat uchun bek cho'ng ish emas. Og'irnibmi ketmayli. Bu mavzuni müşahede oyoqlashtiraman. Keyingi mavzu aslida bugun so'zlashga tegishli mavzu milliy axloq va milliy kulturning milliy kuchdagi ahamiyati to'g'risida degan mavzu. Hammanglarga rahmat. Anglag'anlar uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin.